Ey xaloyiq, erkaklar qani? Bu shunchaki stil bahona topgani. Yengil taklifga tengi yo'q ba'zi birlarini bir chuqurga tashlab yo'qish kerak barini. Ayollar kundan kun nega kerak desa, erkaklari uyda yotib ayolim ishlasin desa, ayollari mast holda restoran va barlarda, erkaklari nomusli jimgina o'tirar uyda. Naqadar jirkanch bu hodisa, bu yangi moda desa, erkaklari xo'p desa, rashk qilishmas ekan do'st so'zi aytilsa, kimlargadir yetarli o'rtada ishonch bo'lsa, tfu yana qaytadan o'sha erkak yuzlarga, faqat yuzlari erkak yubkalar qora ko'zlarga. Ming la'natlar bo'lsa xiyonatkor ayolga, dunyoning zulmi bo'lsa tikilgan bokiralarga. Unutib qo'yib milliyligimiz, o'zimiz kamera oldida yechinar yerga qaratib yuzimiz, bir-biridan nechni yigitlarimiz faqat gapirar emish, muhokama qilmaymiz. Ular raqsga tushadi lekin uyalamiz biz, ibrat video bahona qilamiz, reklama tiqamiz. Naqadar